Tak, to'g'risini aytsam, bu yerda yashash jonimga tegib ketdi. Ya'ni musorxonada yotish shunchalik azobki, sizlar ham bilmaysizlar. Chunki uyim yo'q mani. Mana bu palatkaning ichida oyog'im chiqib qoladi. Bu judayam yomon. Mana bu to'shakda yotish esa azob, belni muz urib ketdi. Mana bu yog'ochda o'tirish esa tagimda ertmiyor desam ham bo'ladi. Mana bu musorxonani hidini esa aytmasam ham bo'ladi. Bilmadim endi nima qilishga ham hayronman. Balki nimadir ish toparman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Короче, nima gap? Menga pul kerak, lekin pulim yo'q. Короче, mana qurolni ol. Jo'xa degan odam bor qishloqlarda, bilasanmi? Ha, bilaman. O'shani yo'q qil, evaziga men senga pul beraman. Avval bering. Yo'q, avval bajar. Iltimos, avval bering, pul bilan yo'q qilaman. Unda ma ushla, mana shu pullar senga. Voy, rahmat. Ko'rasiz, o'sha Jo'xani yo'q deb tasavvur qiling. Nasib Jo'xani yo'q qilaman. Jinnimsan, nima nasib deysan? Bu yomon ish-ku. Garang. Mayli, nima qilib bo'lsa ham Jo'xani yo'q qil. Bo'pti, men ketdim. Bo'ldi, gap yo'q. O'zim uddalayman hammasini. Mayli. Короче, Jo'xani qanday yo'q qilishni o'ylash kerak. Lumanda pul bor, eng muhimi. Hammasini bilasam kerak. Tak, birinchi Jo'xani oldiga borish kerak. Tak, ketdim, Jo'xani topayda, keyin uni yo'q qilaman. Xo'sh, tak. Bugun polizda ishlasammikan yoki boshqa ish qilsammikan bilmadim, lekin nimadir ish qilishim kerak, chunki juda ham g'irt bekorchiman. Qanaqadir qishloqlarga yordam kerak bo'lsa yordam berib yuborardim. Tak, birinchi o'rinda YouTube kanalimni ochib olishim kerak. Wow, obunachilar juda ham tez ko'payib ketyapti. Bu menga yoqyapti. Kanalimga obuna bo'lyapti obunachilarim. Juda ham ajoyib obunachilar. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman va videoga like bosishni unutishyapti prosta tak. Like bosib obuna bo'lishsa va kommentariyaga motivatsiya yozib qoldirsa juda ham xursand bo'lardim. Aytgancha video boshlandi-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va meni yangi kanalimdasizlar. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang jigar, chunki men yaqin orada 1000 ta obunachidan oshib ketaman va sizlarga juda ham katta yangilik tayyorlab qo'yganman. Shu uchun tezroq kanalga obuna bo'ling. Tak, nima yangilikligini esa 1000 ta obunachi bo'lganimdan aytaman. Shu uchun tezroq obuna bo'ling. Aytgancha jigarlar, qachonki men 1000 ta obunachiga erishsam, nima edi? Короче, mer menga mashina sovg'a qilmoqchi. Va uni men o'zim tanlayman mashina. Merc yoki BMW deb mendan so'raganda, tanlashga biroz qiynalyapman. Yaxshisi Nexia 2 Legenda deb Nexia 2 olmoqchiman. Sizlar esa fikringlarni bildiringlar. Endi ba'zilarga Cobalt ham yoqishi mumkin, o'shaning uchun menga Nexia 2 Legenda baribir. Короче, maqsadga o'taylik, videoni boshlab qolaylik. Bilmadim, короче, men ishlarimni qilishim kerak. Polizda ishlasammikan? Abrat, nima gap? Yo'q, hech gap yo'q. Bitta jital qidirib yurgandi. Qanaqa jital? Ana qishloq chekkasida yashaydigan Movich bor-ku. Ha, taniyman. O'sha qidirib yurgandi. Topolmadimi? Bilmasam, meni izlab kelgani yo'q. Unda topolmagan. Bo'pti, mayli, topganlar qachonlardir bilmadim, lekin hozir men asosiy qiladigan ishim mana shu yerdagi narsalarni yig'ishtirib chiqishdan iborat. Всё нормально. Так, okey. Obunachilarim, короче, bilasizlar, men juda ham ko'p kanallar ochyapman. Lekin bu kanallar hammasini ham oxirigacha yurita olmayman. Buni o'zinglar ham tushunasizlar, chunki YouTube'dan daromad olishning yagona yo'li bu YouTube kanallarni daromad qilish uchun sotish. Lekin men sizlarga hech qachon video tayyorlashdan to'xtamayman. Shunchaki boshqa kanallarda videolar tayyorlashda davom etaman. Shu uchun faqat obuna bo'lib qo'yaveringlar, tamom. Всё, нормально. Hammasi chotki bo'ladi. Men esa sizlarga zo'r videolar tayyorlayman. Lekin bitta gap, hozir kanalimga kollaboratsiya qilib asosiy kanalimni ulaganman, ya'ni Jo'xauz YT degan. Ya'ni Jo'xauz YouTube kanali. O'shanga podpiska bo'lsanglar, o'sha kanalda umuman sotilmaydi u kanal. Faqat ajoyib serial videolar chiqishni boshlaydi. O'shaning uchun o'sha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammasi chotki, normalniy bo'ladi. Va men ishonamanki sizlarning qo'lingizdan bu narsa keladi va meni bemalol xursand qila olasizlar. Ya'ni qanday xursand qilasizlar? 1000 ta yoki undan ham ko'p obunachi olib kelib bersanglar bo'ladi menga. Yo'g'e, qanaqa 1000 ta? U asosiy kanal, unga 10 ming ta, 20 ming ta obunachi to'plash kerak. Maqsadim esa meni 100 ming ta obunachi, lekin yangi yilgacha eplaymanmi yo'qmi bilmadim. Faqat sizlar kanalga obuna bo'lsanglar, men hammasiga eplayman deb va'da beraman. Tak, mana bu narsalarni joylashtirib chiqamiz va mana bu blok nimaga kelib qolgan bu yerda. Tak, normalniy hammasi. Eshik taqilyaptimi? Stop, to'xta. Tush, voy, eshik taqilyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni taniyapsanmi? Tanidim. Qishloqning chekkasidagi bo'mchimisiz? Ha, xuddi o'zi. Короче, menga yordaming kerak. Qanaqa yordam? Tak, senga pul beraman, menga uy qurib ber. Mayli, uy quraman, lekin siz pulni qayerdan oldingiz? O'zimniki bog'ini surishtirma. Mana pullarni ol, senga $200
chotki qilib uy qurib bergin. Men hozir o'sha musorxonada bo'laman. Musorxonani yonida uy qurib berasan. G'alati emasmi musorxonani uyda bo'lishi? Yo'q, g'alati emas. Men musorxonadan daromad topyapman. Tushundingmi? Давайте, bo'pti, gaplashamiz. Mayli. Tushunmadim. G'alati-ku, o'tda. Mayli, pul berdi menga muhimi. Tak pulni qo'yamiz. Ana endi kirka, tapor, belgilay. Mana shularni olamiz. To'xtanglar, menga taxtalar tayyor bor. O'rmonga chiqib taxtobga o'tirmayman. O'sha taxtalar ishlatib turib, cho'tki uy qurib bersam bo'ladi. Hozir musorxonaga ketdim dedi, lekin bilmadim, boshqa tomonga burilib ketgandek ko'rindi menga ko'zimga. Vau, uyini qaranglar. Voshit cho'tki uyi bor ekan, lekin bundan norozi. Mana unda uxlasa ham bo'ladi-ku. Uxlab ko'raylik. Voy, uxlab bo'lmas ekan, belni ortib tashlar ekan. Mana bunda o'tirsa bo'lar ekan, qaranglar. Vau, mazza. Lekin tagimda ertiyor, to'g'risini aytsam. Mayli. Короче, uy qurish kerak biratanga. Endi uyni bilmadim qancha vaqtda qurib bitkazaman, lekin qurib ber, please, Joxa, pulingni beraman, jigarimsan, tudem qilib tashladi, bilmadim endi. Mayli, nchivo, odamlardan yaxshilik qiladi, faqat yaxshilik qilaylik. Pul evaziga yaxshilik qilyapmiz, bu qanaqa yaxshilik bo'ladi, hayronman. Endi ishlayman deganimda qaranglar. Quyoshni botib yorganini qaranglar. Bilmadim endi ertaga ishlasammikan. Hozir bir ikkita ish qilib ketay, mayli. Ertaga kelib ishlayman. Muhimi ertaga hamma instrumentlarimni tayyorlab kelaman. Shunda bemalol zo'r ishlab qolsam bo'ladi. Mana bu yerdagi yer bloklari ham tayyor holatda bo'lib turadi. Va yetmay qoldi. Yana 4-5 top kelish kerak. Tak, okey. Shu yerni qilib ketay hozircha. Qolganini ertaga kelgandan so'ng to'liq qilsam bo'ladi. Okey. Menimcha normal. Вообще normal. Tak, mana bu narsani olamiz, bu yerni ham olamiz va mana bu blokni shu yerga qo'yamiz. Chiroyli bo'ladi-da, qaranglar, takoyloqki bo'ladi. Mana bratni uyiga unaqangi yo'l qilib borsak ham вообще klassniy bo'ladi. Endi erta ishlaymiz. Короче, ketdim uyimga borib uxlayman. Ertalabdan toshlarni ham yig'ishtirib olib kelaman-da, ishni boshlayveraman. Joxa uyni qurayotgan paytda men uni yo'q qilaman. Xo'sh, o'sha ertalab bo'lib ketibdi. Oho, kun yarim ham bo'lib ketibdi. Xullas, men jitel uchun uy qurishga kelganman va hozir mana shu uylarni tezroq qurib bitkazib bersam, mendan bilmadim, xursand bo'ladimi, xafa bo'ladimi? Men unaqa narsalar bilan ishim yo'q, to'g'risini aytsam. Lekin iloji boricha normalroq uy qurib berishim kerak bu jitelchaga. Xo'sh, kattalik jihatidan menimcha mana shu normalli bo'ladi. Bu tomonga esa palatkasigacha cho'zib borsam, menimcha udar bo'lsa kerak. Endi bu uyni qurib bitkazganimizdan keyin hammasini bilamiz. Tak, to'xtanglar-da, mana bu bloklarni yo'q, buni joyiga emas. Mana shu joyga qo'yib yuborayda. Bu yerga qo'yamiz. Ana endi esa yana davom etamiz bu yerda tutishda. Xullas, bunaqangi qilib o'tirsam, men bilaman sizlarni 2-3 soat vaqtinglarni olaman. Shu uchun tezroq ishni bitkazish kerak. Mana qilamiz. Qo'yamizda, tortib kelamiz bu yoqqacha. Kelganicha qo'yamiz. Okey. Endi bu yerdan ham xuddi shunday qilamiz. Bu yerga esa shuni qo'yib turib, все, tortamiz. Tamom. Taychotga yo'ldan endi toshdan mana bunaqa burchak joylarni taxlab olsak, tak 3 ta bo'ldimi? Yo, 3 ta. Yo, Nimani 3 ta qo'yib bo'lmayapti? Voy, 3-qavatni qo'yib bo'lmayapti. Men hayron etdim, to'g'risini aytsam, hayron etdim. Okey. Bu tomonga qo'yib bo'ldi. Bu tomonga ham qo'yib bo'ldi. Va bu tomonga ham qo'yib bo'ldi. Ana endi все normalli bo'ldi. Tak. Nima o'yin qilyapti bu? Uzoqroqdan qo'yish kerak ham bo'ldi. Tushunarli. Va qo'limga bolta yo'q, hech nima qilmasin qo'limga, просто adashdim. Hamma ham adashadi, bilasizlar, hamma ham adashishi mumkin. Mana bunaqa qilamiz. Bu yerni bunaqa. Orqa tomonda ham xuddi shunday. Orqa tomonga deraza unaqa katta bo'lib ketishardi emas. Mana shunaqa kichkinaroq qilsak ham bo'ladi. 2 ta blok kattalikdagi deraza normal bo'ladi. Bu tomonga esa, bu tomonga ham 2 ta blok kattalikda bo'lar ekan. Juda ham ajoyib. Короче, hozir eshik quramiz bu yerdan. Xo'sh. Mana bu yerga eshik qo'yiladi. Hozir sizlar vaqtinglarni olmayman-da, tap tayyor qilaman uyni, keyin ko'rsataman sizlarga. Xo'sh, mana uyni ham bitkazib oldim. Endi ana jitel kelishini kutishimiz kerak albatta. Bilmadim endi qachon keladi u jitel. Stop. To'xtanglar. San nima qurol ko'tarib olgansan, jinni?
Seni o'ldirmoqchiman. Yo, meni nima o'ldirib nima qilasan? Sen garangmisan? Yo, seni o'ldirmasam bo'lmaydi, chunki men pulingni olib qo'yganman. Yo, garang. Meni nima o'ldirmoqchi bu garang? Sen jinnimisan meni o'ldirmoqchi bo'lib? Yo'q, iltimos seni o'ldirishim kerak, eshikka chiq. Men garang emasman, sen garang bo'lganing bilan. Bo'pti, men ketdim bo'lmasa seni o'ldirmayman. Bo'pti, xayr. Bu unaqa qilishi mumkin emas. Mana u. Yaxshisi bir 2-3 ga uyga qochaman. Meni ko'rmay qoladi. Menimcha tezroq uyga surib yuborganim ma'qul. Kelyapti. To'xtanglar. Qochish kerak tezroq. Tezroq qochish kerak. Voy, ortimdan kelyapti. Voy, hammada qurol. Nima hamma meni o'ldirmoqchimi? To'xta. Qonani jitel. Kepti. To'xtanglar. Menda ham qurol bor. Nima faqat sanlarda qurol bormi? Yaramas vachchalar. Yaramas. What the?